To'rxona Yevro remont hamma mebel texnikasi bilan sotilayotgan Chilonzor 5-kvartaldagi uyimizni ko'rsatamiz qani ketdik. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rdinglar, kirush prixoshkamiz. Bu yoqda bolajonlar yotoqxonasiga ko'zinglar tushadi. Umumiy maydoni 80 kvadrat metrdan iborat. Bu yoqda birinchi ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, o'zini garderobni shkaflariga ega. Alohida joylashgan sanuzel qismlarini ham ko'rib turibsizlar. Bonusiga mana bu ajoyib kir mashinasi qo'shib beriladi. Uyimiz elektrika, santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Bu yoqda ikkinchi ota-onalar yotoqxonasini ko'rib turibsizlar. Garderobni shkaflari ham bor albatta. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Bu fayzli xonadonimiz ulutchenniy planirovkadan iborat. Sovg'asiga mana bu konditsioneri qo'shib beriladi. 2 ga 7 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib bo'lingan. Oshxonadagi barcha mebel texnikalar dit bilan joy-joyga joylashtirilgan. 4 qavatli domni 3-qavatida joylashgan. Novza metrosiga 3-5 daqiqalik yo'l. Uyimiz narxini $129 ming so'raymiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada uy egalari raqamini qoldirdim.